Salom do'stlar, Puzzle Tube kanaliga xush kelibsiz. Bugungi videoda matematika boshqotirma savollaridan birga o'tamiz. Qani ketdik. Birinchi savol. Birinchi savolda birinchi kim yiqilib tushadi? Ha, to'g'ri topdingiz. Javob 1 edi. Endi keling ikkinchi savolga ko'rib chiqamiz. Bu savolda qaysi figura to'g'ri keladi? Ha, to'g'ri javob. Bu javob B edi. Endi keling 3-savolni ko'rib chiqamiz. Bu savolda misol berilgan, qaysi odam to'g'ri aytyapti? Ha, to'g'ri javob. Keling endi 4-savolni ko'rib chiqamiz. Bu savolda qaysi odam to'g'ri aytyapti? Ha, to'g'ri javob. Javob 4 edi. Keling endi 5-savolni ko'rib chiqamiz. Bu savolda qaysi stakanda suv ko'proq? Hamma savolni yechdingiz deb umid qilaman. Agar video qiziqarli bo'lsa, kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Xayr.